Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugun sizlar bilan umurtqa pog'ona kasalligi manual terapiya yo'nalishi va ko'rsatuvimiz davomida umurtqa pog'ona sohasi uchun qo'llanadigan mashqni ko'rsatib ketamiz sizlarga. Xo'p, bugungi bemorimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Rahmat. Bizga kelganingizda umurtqa pog'onangiz orasida L3, L4, L4, L5, L5S bir umurtqa pog'onangizga grija bilan keldingiz. Ahvolingiz qanaqa edi? Og'riqdancha. Yurishingiz qancha yurardingiz? O'rtacha bir 10 metr yurardim. 10 metrcha, 10 metr, 15 metrga boryapsiz. Hozir 3 umurtqadan grijadan tashqari bu yerda ham grija va umurtqa pog'onasida grijadan tashqari kasalliklar bor-da. Bu kasalliklar nomi sizda qorayib turibdi. Bu yerda stenoz degan kasallikning turi ham bor-da. Oyoqlarni ikkalasini teng ishlatmay yo'qadi. Haligi O'yna bo'ladi. og'riqdan tashqari bu og'riqsiz kasalda, hali qon kelmay, qon tarkibida kislorod, vitaminlar bor-da, oqib kelmaydi. Ba'zi bir bemorlar keladi-da, o'zgarishi kasalligiga qarab bo'ladi. Misol ba'zi bir bemorlarda grijaning o'zi bo'ladi. Ba'zi bir bemorlarda grija stenoz ham bo'ladi-da bu yerda. U nerv kanaliga kirib ketib qoladi ancha. Xo'p, endi sizni biz davoladik. Mendan oldin ham davolanganmisiz boshqa joylarda? Endi birinchi davolanishingiz-a? Endi kelishim. Endi kelishingiz. Bugun ancha yurib manevrlarda sezyapsizmi? Ha, hozir aylandim, metrlarni aylandim hozir. Yaxshi ancha yo'q bu ishda. Ertaman kechgacha metrda hisoblasangiz 500 metr yuryapsiz. Shunaqa. Ertaman kechgachasini hisoblaganda agar. O'rtacha. Xo'p, endi biz sizni umurtqa pog'onangizni manual terapiya qilib ochyapmiz. Bu kasallikni kelib chiqishlari o'zi umurtqa pog'onaning qisilishidan kelib chiqadi-da. Biz bu yerda faqat qisilishni ochib beramiz, bo'ldi. Keyin nerv to'larini shamollashini lecheniya qilib beramiz. Ana shuning uchun ochgan paytdan keyin yoting deymiz-da biz. Hozir ochish jarayonini ko'rsatib beraman, undan keyin mashq ko'rsataman. Uylarda yana mashq bajarasizlar. Bu yerda ochgandan keyin yana mashq bajarib tursak, qayta yopilib, yumilib qolmaydi. Maqsad shu. Yonbosh bo'lib yoting. Yaqinroq kelamiz, ozgina qiroqroqqa kelamiz. Yaxshi, pastga oyog'imizni uzatamiz, pastga uzun qilamiz. Qiroqqa kelamiz, ozgina yaqin menga. Yaxshi, bu. Salafalar yumshatib ancha qizdirgandir. Boshingizni qo'yamiz. Yelkangizni orqaga tashlaymiz. Bo'ldi. Zo'r aka. Mana shu holatda nariga tomonga yonbosh bo'lamiz. Xuddi shu holatda yonbosh bo'lamiz. Pastgisini uzatamiz. Pastgisini. Mana bu qizdirib telatyapti salafanimiz. Qizdirib telatganda ahamiyat bering, umurtqa pog'onamiz orasidan nervlar chiqadi-da. Mana shu nervlarimizda shamollash hisobida ishiqlar paydo bo'ladi. Ishiqlar paydo bo'ladi. Endi bu qizigan paytda mana bu sedalashning nervlarimizga issiq o'tyapti-da. Mana maylarga ahamiyat bersangiz banka qo'yadi mana. Hali o'tyoq bankiga. U ham qizdirib telatyapti. Bu yerda nafaqat umurtqani ochyapsiz, hamma lecheniya jarayoni ketyapti. Shuning uchun uzating pastgisini. Akalar yotib olinglar deyman ko'proq. Lecheniyadan keyin bo'shganmiz. Bo'shganmiz. Mazza bo'lib ochildi. Terga qarab yoting, terga qarab yoting. Bo'ldi. Zo'r bor. Zo'r bo'ldi. Dahshat. Mazza qilib yordingizmi? Indamam. Xo'p. Lecheniyamizni yana mana shu tarzda davom etaveramiz. Bugun 3-simi? Bugun 3-kunni ochishimiz. Demoqchimanki, endi biz bu kasallik bo'yicha nima uchun qo'rqmay ochyapmiz? Mana qarang, mana salafanni bizni surkagan vaqtimiz soat 4larda surkadikmi? Deyarli 10 bo'lyapti. Kechki 10 bo'lyapti mana. 6 soat sizni qizdirib turdi-da. 6 soat qizdirib turganda mana mushaklarimiz, go'shtlarimizdan tashqari suvaklarimizga yetib bordi. Issiqlik. Issiqlik bo'lgandan keyin bukkanimizda elastik bo'ladi-da, bu a'zolarimiz sinib qolish xavfi pasayadi keyin. Hali sinib qoldi-ya, cho'zib chiqib ketdi-ya demaymiz. Yumshatib olib keyin ochyapmiz. Ham bu yerda yumshatish jarayoni ketyapti, ham lecheniya jarayoni ketyapti. Tushundingiz aka? Endi bu holatda mashq tarzidan davom etaveramiz. Yonboshga oyoqqa tushib olasiz. Men sizlarga mashq ko'rsatib beraman. Uzun yo'q. Siz ham bir yo'l aka siz ham ochib qo'ying xonaga. O'tirmay yonboshqa olsangiz ham mayli aka endi. Siz tomosha qilayotib olasiz.
Sizni nechinchi kursda davolashimiz aka? 5-si. Lekin siz og'ir mehnat qilasiz. Og'rimasa ham kelaverasiz-da. Hozir endi mana o'zingiz safarga ketyapman, uylar uzoq joylar, lekin davolanib ketay, ilgari holatimga qaytib qolmay degan maqsadga keldingiz. Lekin u birinchi kelganingizda holatda emassiz. Birinchi kelgan uzoq o'tasiz. Qirov, ozgina menga yaqinroq keling. Yaxshi endi. Yaxshi. Mana shu holatda ketaydi, nari tomonga boshlaymiz. Tega qarab yotamiz. Boshqamiz. Zo'r. Boshqamiz. Yaxshi. Bo'ldi. Yaxshimi? Yaxshi. Qimillaymiz. Endi aka-sekin motomonga akalar oldiga tushib olasiz. Endi hozir umurtqa pog'ona uchun uy sharoiti davolovchi maqsadida ko'rsataman endi. Yomoshlab oling, stulni yig'ishtirib qo'yamiz iloji bo'lsa. Hali menga kerak bo'lsa turman. Xo'p, endi bu yosh ukamizni ham umurtqa pog'onasida osteoxondroz protruzia kasalligi paydo bo'lgan. Ana shu uchun ukamizni ham lecheniya qilinyapti. Demoqchimanki, bu bolani keyinroq ko'rsatamiz. Xona sharoitida. Endi ba'zi bir bemorlarda ish bo'ladi. Misol, yotog'ingizga kelasizda ishlab, kechki paytda kelganingizda ertalabda kechki paytda bajariladi. Mana qas stul topsangiz ham bo'ladi, kravatingizda bajarsangiz ham bo'laveradi. Stul udobniyroq bo'ladi. Mana shu stulga tizzalabgan holatda, mana shunday holatda, tayanib mana shunday holatda, hali bamisol brus osilamiz-ku, ana shuni singari mana shunday ko'tarilamiz mana. Ko'rdingizmi? 1 santimetr ko'tarsa bo'ladi oyog'imiz, tizzalarimiz yerdan. Ko'tarilgan holatda mana oyoqlarimizni qimillatamiz mana. Ko'rdingizmi? Oyoqlarimiz shunaqa turishi kerak. Umurtqa pog'onamizni cho'zilayotganini, uzun umurtqamiz cho'zilayotganini his qilamiz. Mana yelkamiz qo'limiz bilan bu yoqqa tortilyapti-da tevaga mana. Tevaga tortilyapti. Mana oyoqlarimizni qimillatganimizda, mana oyoqlarimizni, ya'ni buksalarimizni, sonimizni og'irligi pastga qarab tortadi. Tushundinglar? Bu yerda nima jarayon bo'ladi endi mana. Umurtqa pog'onamiz mana shunday turilyapti. Tevada ko'tarilgandan keyin qo'limiz bilan tayanib turgandan keyin bu yerda mana pastga qarab tortilish paydo bo'ladi. Oralarda cho'zilish paydo bo'ladi. Tasavvur qilyapsizlar-a? Mana shunday holatda, turgan holatda stulni ushlab tur ekan qirg'og'ini. Gavdamiz bilan mana bo'ynimiz mana shunday tikka qilib ko'taramiz mana. Mana. Umurtqangiz ochilayotganini o'zingiz his qilasiz. Mana shunda. Hozir bu bitta mashq bo'ldi. Endi ikkinchi mashqda ko'rsataman. Ikkinchi mashqda keling siz bu yoqqa yotingda siz buni ko'rsataman. Osh tomonga boshingizni o'sh tomonga qilib pastga qarab yerga yoting. Pastga qarab yotasiz, ha? Ana qo'llaringizni oldiga uzatib oling. Bo'ldi. Mana shunday holatda yotadi bemor. Bemor yotgandan keyin sog'lom odam bajaradi buni. Mana shunday oyoqlarni ko'tarilgan holatda bosh qo'ying o'zingizni, holi tashing. Xo'sh, bosh qo'ying. Mana shunday yotganda baland ko'tarilmaydi mana bu holatda. O'rtacha ko'tariladi, biroq quvug'i yerdan uzilish kerak mana. Bir yo'li tikka ham ko'tarib yubormaydi, unda og'ritib qo'yadi. Mana shu holatda, turgan holatda mana shunday qayraydi mana, ko'rdingizmi? Bir yo'li yelkalari bilan qayramaydi, o yerlarigacha. Mana shu holatda mana shu holatda qayraydi mana. Ko'rdingizmi mana? Mana. Mana. Bunday holatda ham men tushuntirib beraman mana. Mana. Agar bir yo'li ko'tarib yuboradigan bo'lsa, o ko'krak qafaslarida og'riq paydo bo'lib qoladi. Belida ham og'riq paydo bo'lib qoladi mana. Mana shu holatda bajaradi mana. Ko'rdingizmi mana? Mana. Yaxshi. Mana shuni bajarganda yengil 2 minutdan boshlaydi vaqtini. 2 minut qiladi, 3-4 kundan keyin 3 minut qiladi. Bo'ldi. Nima qo'laring? Qarab turaverasiz endi. Bunda nima jarayon paydo bo'ladi? Sizlarga ham ko'rsatib qo'yaman-da.
Mana shunday yotiladi, mana. Ko'tarilyapti, mana. Ko'tarilganda, bu yoqqa qilyapti, bu yoqqa qilinyapti. Qilinganda bu yonbosh taraf ochiladi. Bu yonbosh taraf, ko'rdingizmi mana? Bu yoqqa qilinyapti, endi mo tomon ochilyapti. Endi mana bokovoy tomoni, o'ng tomoni ochilyapti, mana oralari ochilyapti. Endi bu ochilgan paytda albatta grija qisilgandan kelib chiqadi. Qarang, oraliq kengayapti. Kengaygandan keyin mana kirib ketishga yordam bo'ladi mana bu. Tushundingizmi mana? Mana holat bo'lyapti. Bunday qilib ko'tarilmaydi. Mana shu holatda mana quvlarimiz ko'tarilgandan keyin L3, L2 umurtqani orasigacha ko'tarilgandan keyin mana qilib ana mashqni bajarganimizdan keyin 4 ta 5 ta umurtqasiga teng mashq bo'ladi. Tushundingizmi mana? Mana. Yaqinroq olib kelib ko'rsataman sizlarga mana. Bu yonaqa yonbosh bo'ldi mana. Mana yonbosh ochilyapti, ko'ryapsizmi mana? Mana kengayapti yonbosh mana. Mo tomon ochildi. Mo tomon ochilyapti mana. Mana mo tomon ochilyapti mana. Ko'rdingizmi? Umurtqa pog'onalarimiz oralari ochilyapti mana. Qisilishlar yo'qoladi, nerv torilarining qisilishlari yo'qoladi. Esinglarda qoldimi mana shu mashq? Esda qoldi. Hali stulga birinchi mashqimiz va ikkinchi mashqimiz. Mana shu mashqlarimiz bajarish uchun ham sodda, esda qolarli va haligi kuch talab etmaydi. Yoshi katta qari odam ham bajara oladi buni. Misol, dadangizni, ayingizni grija kasalligi bo'lsa, belida umurtqasi qisilish bo'lsa, yeriga yotqizib ko'taraverasiz. Yoshi katta odam stulda tiyanib turaveradi. Bu universal mashq bu. Umurtqa pog'onalarimiz ochish uchun va yoshi kattalarda ham, yoshlarda ham bajarishda qiynalmaydigan mashq bu. Sodda mashq. Sodda. Mana shu mashqlarni kun davomida siz ham misol davlat ishida ishlaysiz ekan, siz stroykada ishlaysiz ekan, og'ir ko'tarasiz, jismoniy zo'riqish bo'ladi-da. Ertaman shu 5-10 minut shug'ullanasiz, kech payt 5-10 minut shug'ullanasiz. Shu bilan umurtqamizda deformatsiya o'tirishlar vaqti-vaqtida ochilib tursa, grija qaytalanmaydi. Bizda mashqni qachon bajaradi? Bizni to kasal olib 10 ta olganda bajaradi-da. Ana og'rib qoladi keyin. Keyin mashq qilsam og'rib qoldimmi deydi. Mashqni, umurtqalar uchun mashqni kasallik bo'lmasdan turib bajarish kerak, kasal bo'lmasligi uchun. Bizda o'zbekchilikda kasal bo'lgandan keyin mashq bajarishadi. Mana shu mashqlarni bajarishinglar tavsiya beraman. O'zinglar